Sal kech bo'lib qoldi. Xufton namoziga kirdim. Masjidda hech kim yo'q, bitta odam bor ekan. Sajdada juda ko'p qol. Kuzatib turibman, sajdadan boshini ko'tarmayapti. Keyin yaqinroq borib ko'rdim. Endi shunaqa bir Alloh bilan gaplashyapti, endi eshitib qoldim-da. Yo Allohim. Meni qalbimdagi dard o'zingga ayon. Men otamning oldiga bormadim. Onamning ham oldiga bormadim. Do'stlarimning yoniga ham, yaqinlarimning ham yoniga bormadim. Seni yoningga keldim, Parvardigorim. Meni ichimdagi dard faqat senga ayon. O'zing meni dardimga darmon ber deb, darmon ber shunaqa yig'lab endi gaplashyapti. Ko'nglim yumshab ketdi, bir ko'zimdan yosh chiqib ketadigan darajada. O'zimiz tengi ekan, og'ayni tinchlikmi, yaxshimisiz deb borgim keldi, to'xta dedim. O'zi bu inson bir odamlardan qochib bir Alloh bilan gaplashgani kelibdi. Shatdan xalaqit bermay. Dedimda keyin nima qaytib keldim. O'sha uchun aytamizki, birodarim, ishonganlaring senga ishonmasa, mehr berganlaring qadringga yetmasa, chin do'stlaringni siringda aytgan payting shu sotib ketadi-yu. Shunaqa qilsa, yoningda hech kim qolmasa mahzun bo'lma. Dardingni aytsang darmon bo'lguvchi, gapirsang tinglaguvchi, azoblansang malham bo'lguvchi, qalblar qo'lida bo'lgan zot hamisha sen bilan, ey odam. Senga shu taskin bersin. Senga shu kifoya qilsin. Senga shu taskin bersin. Senga shu kifoya qilsin.